Ramazonning oxirgi kunlarida bajariladigan yana bir buyuk ibodat fitr sadaqa berish. Fitr sadaqa ro'zaga taalluqli ibodatlardan. Shuning uchun ham fitr iftor sadaqasi deyilgan. Ya'ni ro'zani tugatib, to'liq iftorlik qilganimizda fitr sadaqa chiqarish vojib bo'ladi. Fitr sadaqani vojib bo'lishining sababi ro'zani yakunlaganimiz. Shuning uchun ro'zani tugatishimiz bilan beriladi. Hayit kuni namozdan oldin berish sunnat. Kimni hayit kuni hayit namozidan oldin berishni imkoni bo'lsa, shu payt bergani afzal. Hayit namozidan oldin berishni imkoni bo'lmasa, oldinroq berib qo'ysa ham bo'ladi. Nima uchun fitr sadaqa berishga buyurilganmiz? Ro'zadordan sodir bo'lgan xato kamchiliklar va behuda ishlarni poklash uchun fitr sadaqaga buyurilganmiz. Ro'za tutib qancha kamchiliklar qildik? Fitr sadaqa bilan shu kamchiliklarni qisman poklaymiz. Fitr sadaqani sajda-i sahvga o'xshash jihati bor. Namozda xato qilsak, sajda bilan tuzatib qo'yamiz. Fitr sadaqa ham ro'zadagi kamchiliklarni ketkazadi. Fitr sadaqa vojib bo'lishining yana bir sababi faqirlarning ehtiyojlarini o'tash. Hayit xursandchilik kuni. Shunday xursandchilik kuni faqir odam qornini to'yg'azishni o'ylab yursa, qanday xursandchilik bo'ladi? Hayit kuni faqirlar xursandchilik qilish o'rniga tilanchilik qilib yurishlari yaxshi emas. Shuning uchun faqirlar hayit kuni muhtoj bo'lmasinlar deb ularga sadaqa qilinadi. Abu Dovud rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ro'zadorni yomon so'zlardan va behuda ishlardan poklash uchun hamda miskinlarga taom bo'lishi uchun fitr sadaqani farz qildilar. Alloh taolo aytgan: "Dar haqiqat, pok bo'lgan va Robbisining nomini yod etib namoz o'qigan kishi najot topgandir." Ba'zi ulamolar bu oyatda fitr sadaqa maqsad qilingan deb aytishgan. Umar ibn Abdulazizdan shunday deganlar: Fitr sadaqani berib, pok bo'lgan va hayit namozini o'qib, Robbisining nomini yod etgan kishi najot topibdi. Fitr sadaqa berish har bir musulmonga farz bo'ladi. Erkak ayollarga, katta yu kichiklarga, ro'za tutganmi yoki turli uzrlar sabab ro'za tutmaganmi, yoshi ulg'ayib ro'za tuta olmaydigan bo'lib qolganmi, kasal yoki musofirmi, fitr sadaqa chiqarishga qodir bo'lgan barcha musulmonlarga fitr sadaqa berish vojib bo'ladi. Boyligi bo'lmagan kishilarga ham fitr sadaqa berish vojib. O'zi va oilasining yegulik taomidan ortiqcha narsaga egalik qilsa, fitr sadaqa beradi. Hatto faqir ham fitr sadaqalar olib, taomi ko'payib ketsa, shu taomlardan fitr sadaqa chiqarsa bo'ladi. Homiladan, ya'ni hali dunyoga kelmagan chaqaloqdan fitr sadaqa chiqarish mustahab amal. Qarmog'ingizda bo'lganlarni, qariyalar, kichik yoshdagilar, ularning nomidan fitr sadaqani siz chiqarasiz. Siz kimni boqib qarayotgan bo'lsangiz, ularning fitr sadaqasini ham berasiz.